Endi bu sotni darajasini tuvaletib, onu xunukleştirishga urinayotgan bir turkum Xitoy purushlar bor. Nima uchun shunday qilayotganligini bilamiz. Ammo lekin nutqa vaqtida bilsakmi, bu to'g'ri yo'lda, dag'dam to'g'ri yo'lda dadil qadamlar bilan yana olg'a ilgarilab, davoni rivojlantirib mangayveramiz. Bu sotniki qonuniy kuchi bo'ladi. Ular deganda qonuniy kuchi bo'lmaydi degan gap quruq gap. U Xitoy albatta buni e'tirof qilmaydi. Chunki u bizning dushmanimiz bo'lgandan keyin e'tirof qilmaydi. Lekin javobgarniki sotning hukmini e'tirof qilmasligi sotning qonuniy kuchi bo'lmaydiganligidan derak vermaydi. Mayli u e'tirof qilsin, e'tirof qilmasin, dunyo jamoatchiligi qonun bilan dunyo idora qilayotgan davlatlar buni e'tirof qiladi. Endi Xitoy qonun bilan davlat idora qilmaydi. Siyosat bilan davlat idora qiladi. Lozim bo'lib qolganda kishilarning ko'zini bo'yash uchun qonunni dastak qilib qo'ydi. Ammo o siyosat bilan davlat idora qiladigan davlat. Ammo Amerika boshqa g'arb davlatlari qonun bilan davlat idora qildi. Shuning uchun bizningki bu sudga chiqqan oxirgi hukmni qonun bilan davlat idora qilayotgan davlatlarning hammasi Xudoyim buyursa e'tirof qiladi. Endi biz shunchalik jiq badallarni to'ladik. Million odamlarimizdan ayrilib qolyapmiz. Dunyodagi eng dahshatli tragediyani beshimizdan kechiryapmiz. Ammo lekin aytganda mushu tragediyani dunyoda e'tirofga erishtiramisak, ya'ni qonuniy asos bilan e'tirofga erishtiramisak, bu bizga texim uchun azob uqubat. Bizning teximi bir ahmoq ekanligimizni, qo'limizdan hech ish kelmaydigan bir vaqtlardan iborat ekanligimizni tushundirdi. Nima? Shu tragediyani qonuniy asosga ega qilamisak. Chet eldagi Uyg'urlarning majburiyati shu davlatning ichidagi Uyg'ur qarindoshlarimizni qanday yordam beramiz, ularning tortayotgan azob uqubatlarini xalqaro qonun asosga ega qilishimiz kerak. Hamda siyosiy jihatlardan davlatlar siyosiy qarorlarni chiqarib qo'ydi, ammo vaziyat o'zgarib qolsa, o siyosiy qarorlar o'zgarib ketadi. Lekin qonuni asosga ega qilib olsaqchi deganda u mangu o'zgarmaydi. 1000 yildan keyin, 10 000 yildan keyin Xitoy keyingi avlodlarimizning nazaridami, butun dunyoning nazaridami irqiy qirg'inchi millat, irqiy qirg'inchi hukumat degan nomni mangu peshonasidan yuyolmaydi. Uning peshonasiga, uning yurikiga buni uyutimiz. Xudoyim buyursa. Bu bir. Endi yana bir misol keltirib o'tsam, Filippin Xitoy bilan dengiz territoriyasi ustida 4 yilning oldida deyman, sotlashib qoldi. Xitoy sotni e'tirof qilmadi. Filippin sotga arzi qildi. Xalqaro sot tekshirib ko'rib chiqib, eng oxiri Filippinnikini to'g'ri deb qo'liga hukm chiqarib berdi. Xitoy mening yerimda deb egallagan yerlarni e'tirof qilmadi, ya'ni dengiz rayonini e'tirof qilmadi xalqaro. Filippinnikini e'tirof qildi. Shuning bilan Filippinning dengiz territoriyasi bekitildi. Ammo Xitoy hozirgacha bu dengiz territoriyasini e'tirof qilmagan. Ammo lekin Amerika qatorliq mushu atrofdagi davlatlar va dengiz qo'shni davlatlari, Fransiya, Angliya hammasi xalqaro sudning qonunini e'tirof qilib, xalqaro sud Filippinga shu dengiz territoriyasini ayirib berganda, shu yerlarning hammasini xalqaro mushu Filippinning zaminlari deb e'tirof qilganlik. Shuning uchun u rayonlarga mayli Amerika olsun, Angliya olsun, Fransiya olsun, atrofdagi davlatlarniki, dunyodagi davlatlarniki paraxodlari erkin ozodi kirib chiqa oladi. Nimishga Filippinning qo'lida bu yerlar Filippinning zamini deb ayirib berilgan. Xitoy qaqshab qolaverdi ana. Agar xalqaro sudda shu Filippinga ayrilgan yani Xitoyna degan bo'lsa, bugun Amerika qatorliq davlatlarniki paraxodlari u yerga kiramagan bo'ladi. Demek ki mavi çoğun bir paket. Xudoyim buyursa bizning qo'limizga qonuniy jihatdan aşında kuchlik bir asosni qo'limizga ilib olsaqchi degan vaqtda buningdan keyingi ishlarda Xitoyni dunyoda mat qilishda, o'zimizniki haq davorimizni ustun qilishda bu ajoyib cho'ng real ahamiyatga ega. Alloh hammamizga bir yordamchi bo'lsin.